Sharqi Turkistondagi asabiylik qarshi turish nomida davom qilayotgan siyosiy harakatlarda yuzlagan imomning tutqun qilinib turmaga qamalganligi ma'lum. Shuning bilan birga yaqinqi yillarda 16 ming masjidning chiqilganligi yoki o'zgarganligi isbotlari bilan o'tirg'i chiqmoqda. Yaqinda Reuters agentligining muxbirlar guruhi Uyg'ur diyorida naq maydon tekshirishida bo'lgandan keyin masjid chiqish harakatining ko'lami va darajasi yana bir qatam har sohaning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Reuters agentligining muxbirlar guruhi 2021 yil Ramazon mezgilida Cheran nahiyasidagi egiz tomlarning qo'rshovida ko'rinmas bo'lib qolgan bir masjid xarobasini bayqagan. Mazkur masjid 2019 yilgi sunniy hamroh suratlarda aniq ko'zga chalinadigan bo'lib, hozir uning qubbillari ko'zdan g'oyib bo'lgan. Shu joydagi bir kishidan bu haqda savol so'raganda, u bu joyda hech qachon masjid bo'lgan emas deb javob bergan. Muxbirlar bu qatam sunniy hamroh suratlardan muqimlashtirgan masjidlarni ziyorat qilgan. Bu jarayonda Xotan, Sanji qatorliq joylardagi saqlab qilingan masjidlarning qubbillarining yo'qligini, masjidlarning osma panuslar va Xitoy bayroqlari bilan to'lganligini, shuningdek masjidlardagi turli tizimlash tadbirlarini ko'rgan. Xitoy izchil masjidlarning buzg'unchilikka uchraganligini inkor qilib keldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyinning so'zlariga qaraganda, Xitoy hukumati Uyg'ur diyorida go'zal Xinjiang barpo qilish nomidagi faoliyatlarda islom diniga munosabatli binokorlik namunalarini asosiy nishon qilib kelmoqda ekan. Xitoy hukumati Uyg'ur diyorida 20 mingdan ortiq masjid borligini ta'kidlab kelayotgan bo'lsa-mu, ularning konkret ahvolini hech qachon oshkorlab boqmagan ekan. Fransiya Xalqaro radiosining xabariga qaraganda, Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev 13-may yangi farmon imzolab, dehqonchilik yerlarining chet elliklarga setilishini cheklagan. Qozog'iston hukumati Xitoy bilan izchil yaxshi munosabatni saqlab kelgan hamda Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo planidagi muhim sherik bo'lgan. Ammo Qozog'istondagi o'qituvchilar yiqilg'u va qazilma boyliqlarga ega Qozog'istonning oxirida Xitoyga beqinib kelishidan ansiraydi. Shuningdek boshqa Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va boshqa millatlarga qaratgan besimi Qozog'iston xalqining g'azabini oshirdi. Qozog'iston o'qituvchi rahbarlari bu qarorni qarshi oldi hamda prezident To'qayevga tabrik xati yetkazish bilan bir vaqtda ularni Qozog'iston zaminini chet elliklarga setishni qayta o'ylashmaslik haqida ogohlantirdi va Qozog'istonda Xitoyning 56 mablag' selish turining yo'lga qo'yilishiga qarshi turganligini ta'kidladi. Xitoyning Mars qo'shinisi bo'lgan Joronning bu qizil planetga qo'nganligi e'lon qilindi. Amerika va Rossiyadan keyin Xitoy Marsga olam kemasi avatgan 3-davlat bo'lib qoldi. Xitoy davlatlik olam qatnashi idorasining xabar qilishicha, shanba kuni atiganda Joron nomli tekshirish asbobidan yiroq musobiq signal topshirib olingan bo'lib, qo'zg'atqich muvaffaqiyatli holda Marsga qo'ngan. Joronning ilgari aniqlangan Marsning janubidagi bir qavat lavaga qo'nganligi e'lon qilindi. Xitoy afsonalaridagi o't va urush ilohiy Joronning ismi bilan atalgan bu olam kemasi 2020 yil 7-oyda yo'lga chiqib, 7 oy ichida Marsga yetib kelgan. Orbitaga kirish uchun 3 oy vaqt ketgan ekan. Xitoy avatgan uchquchsiz olam kemasida kichik tipdagi avtomatik yer shakli asbobi bor ekan. Bu asbobning maqsadi Marsning yuzi va atmosferada ilmiy tadqiqot olib berish bo'lib, Marsda hayotlik izlarini izlashmi bor ekan. Xitoyning o'rta va sharqiy rayonlarga ta'sir qilgan quyun sababidan 12 odam o'lib, yuzlarcha kishi yaralangan. Qora quyun Xitoyning o'rta va sharqiy qismlariga hujum qilgan bo'lib, shamolning sur'ati sekundga 23 metrdan oshib ketgan. Xubey o'lkasining Wuhan shahrida 27 uyning vayron bo'lganligi, 130 uyning buzg'unchilikka uchraganligi xotirlangan. Egilanishicha, kuchli bo'ron qurilish o'rnidagi 2 kranni o'rib o'tgan. Shaharning o'xshamagan joylarda yuz bergan voqealarda 8 kishining hayotidan ayrilganligi, 280 kishining yaralanganligi bayon qilingan. Jiangsu o'lkasining Suzhou shahrida kuchli bo'ronning elektr aslahalariga buzg'unchilik qilganligi va nurg'un zavod binolarining buzilganligi ta'kidlandi. Egilanishicha, quyun sababidan 4 odam qazo qilgan, 149 odam yaralangan.
10 maydan boshlab qamal qilingan G'azza rayoniga qilingan hujumlarda 41 bolani o'z ichiga olgan 145 falastinlik hayotidan ayrilgan bo'lib, Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu bu hujumlarning davomlashadiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Joe Bidenning Isroiliyani qo'llaganligiga rahmat aytgan Netanyahu, Amerika Birlashma axborot agentligi va Qatar Al Jazeera kanalining ishxonalarini o'z ichiga olgan bir egiz binoning Hamas va boshqa Falastin qarshilik guruhlari tomonidan ishlatilganligini aytdi.